Tarkibida aqsil miqdori nihoyat yuqori, qancha yesakmi qanimizga may o'tkazmaydigan go'shtning birisi dal baliq go'shti. Shundan bugun sizlarga oilali qig'il bo'ladigan malaviy qilish usulini keldim. Qilish usulimi nihoyat oddiy bo'lib, bir liqitim ko'rsangiz chiqib o'rganalaysiz, samsugunish boshlaylik ketdi. Setilib akagan baliqning 5ni kesitib, suratdagidek o'tiridagi umurtqasini qo'yib, ikki tarafidagi biqinni shunday ilib olamiz. Orqadan baliqning biqin tarafidagi bir qavat qiltirqini qo'limiz avaylagan ahvolda buni kesib elbitib, suratdagidek qilinligini nefisroq qilib shilib to'g'rab olamiz. Ko'rib bishakaga urug'tuqqanlar qo'llash usidan yurak yo'ltuz basqach ko'rsanglar qo'llingizga rahmat. Baliqning g'ayri purqini yo'qotish uchun oilada nihoyat oddiy usul tamlandira olamiz. Ustiga yarim qo'shq tuz, az miqdorda zanjil, oqmoch va 2 qo'shq shingchu yoki oqachiq suv qo'yib, ost ustini ravs aralashtirib 10 minut qo'yib qo'yamiz. Qo'shimcha materiallardan o'zimizning yaqtirish bo'yicha tayyor qilsak bo'ladi. Meni tayyor qilganlarim bo'lsa, duya, jinjungu va tofupi. Qozonga az miqdorda may qo'yib, orqadan samsaq va zanjibilni solib, bir nechini qo'ritibla 10 tal kavavchin va kesgan lazım selib, yana davomli aralashtirib qo'rib, buning mizlik burqini to'liq chiqarib olib, baliq qo'rim tez suqqusi solamiz. Ishlatganim bo'lsa, cho'ng ustamning baliq qo'rim tez suqqusi, cho'ng ustamning cho'nligi bor deb, oilamizda baliq qo'rganda qat'iy purqini yaxshilanmagan urug' tuqqanlar, mushuni sinab baqsanglar bo'ladi, ta'mi alayda o'zga chiqadi. Ondan ustiga muvofiq miqdorda suv qo'yib, 5 minut atrofida qaynatib olgandan keyin tofupi, junjungu va duya deganlarni selib, buni 2 minut atrofida qaynatib suzib olamiz. Arqadan biz bayat tamlandirib qo'ygan baliqning go'shtini selib, buni uzoq qaynatmaymiz do'stlar, faqat 1 minut atrofida qaynatsak bo'ladi. Ondan qozon bilan bayamqi javurning ustiga qo'yamiz. Ondan 10 tal kesgan laza, 10 tal kavavchining ustiga haqiqiy ravrs qizg'an mayni to'kib, buning bizlik burqini chiqarib, ustiga az miqdorda kunjut chechitib, iste'mol qilishni boshlasak bo'ladi. Garchi oilada qilgan bo'lsakmi, sirt degan malavidan qat'iy qilishmaydi, urug' tuqqanlar cho'qim bir sinab qilinglar. Oxirida qo'llab yuraklarni bosgan do'stlar ko'pdan ko'p rahmat.